Falastin rəhbəri Yasir Arafat qurğan Fatah, yəni Falastin Milli Azadlıq Hərəkəti İnqilabi Komiteti və Falastin Xalq Kuruşu Fronti qatarlıq Ərəb dövlətləri siyasi partilərdən təşkillənən vəkillər təkşürüş ümügidən Uyğur eliga təklif qilingan və Maşinuri ularni Ürümçi kutib olgan. Mazkur vəkillər Uyğur elida hər millət xalqining baxtiyar hayot ichida diniy e'tiqod, erkinlikdan to'liq bahramand bo'layotganligini, Amerika va boshqa g'arb davlatlarining Şinjan siyosatini bahona qilib, Xitoyga qarshi chaplashining asosi yo'qligini ilgari surgan. Mutaxassislar Arab davlatlaridan kelgan siyosiy partiyalarning rahbarlaridan qattiq ayblish bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining Uyghur elida yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini pardozlash, Arab va musulmon davlatlarini o'ziga tortib, Arab davlatlarida o'z ta'sirini kengaytirish va ideologiya jihatdan dunyoni bo'lish maqsadida Arab davlatlaridan tashkillangan mazkur vakillar umkini Uyghur eliga taklif qilganligini ilgari surmoqda. 2023-yili 6-oyning 13-kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbas Xitoyda ziyorati bo'lgan edi. U Beijingda Xi Jinping bilan suhbatlashganda, u hozir ba'zilar ko'tarib chiqqan Xinjiang masalasi kishilik huquq masalasi bo'lmasdan, balki terrorlikqa, oshqunlikqa va bo'lgunchilikqa qarshi kurash masalasidir. Falastin hukumati Xinjiang masalasini bahona qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashadigan qilmishlarga qat'iy qarshi turdi degan edi. Bu orqali Mahmud Abbas uchuq oshkora Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llagan edi. Xinjiang gazetorining xabar qilishicha, 2024-yili 3-oyning 27-kuni Uyghur Abdunum rayonluq partiyum sekretari Maşinuri, Falastin, Misir va Suriya qatorliq Arab davlatlarining siyosiy partiyalarining tekshirish umidini Ürümchilik tutib olgan va ular bilan suhbat o'tkazgan. Maşinuri suhbatda mundaq degan: "Biz yangi davrda Xitoy Kompartiyasining Xinjiangni boshqarish strategiyasini butunlay, to'g'ri va atrofli yo'l qo'ydik. Xinjiang madaniyat bilan beyitilib, misli ko'rilmagan taraqqiyotga erishdi. Xinjiang rayonidagi vaziyat inoq va muqim bo'lib, har qaysi millatlarning kishilik huquqi to'liq kafolatga ega qilingan bo'lsa-mu, ammo Amerika va G'arbdagi bir qism kuchlar Xinjiang haqida yolg'on uchur tarqatadi. Ularning maqsadi Xinjiang orqali Xitoyni cheklash va kontrol qilishdir." Amerika Islomiy munosabatlar kengashining hukumat ishlariga mas'ul direktori Robert McCaw Arab davlatlari siyosiy partiyalarining bu ziyoratini ayblab mundaq dedi: "The purpose of these propaganda tours are to whitewash China's crimes of genocide and forced labor targeting Uyghur and other Turkic Muslim Arab davlatlari siyosiy partiyalar vakillari o'ngining tashviqot sayohatining maqsadi bo'lsa, Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa Turkiy musulmonlarni nishon qilgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak jinoyatini aqlash. Amerika musulmonlar jamiyati Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qarshi olib borgan dafsandichilikka qarshi harakatga o'tishini talab qiladi. Xitoyning musulmonlarga va boshqa diniy asoliklarga qarshi olib borgan kishilik huquq dafsandichiligi va Xitoyning kishilik huquq xotirasi kishini cho'chitadi. Bu xalqaro siyosatning o'yini bo'lmasligi kerak. Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi ko'rsatilib, javobgarlik tortilishi kerak. Amerika islomiy munosabatlar kengash bo'lish sifatimiz bilan Xinjiangga ziyoratga borgan arab rahbarlari va musulmon davlatlarining vakillari, o'makka boshchilik qilgan va Xinjiangda yuz berayotgan musulmonlarga silinayotgan zulmni yo'shilgan Xitoy hukumat xodimlarining ta'siriga uchramay, ta'siri bo'lgan yerlik musulmonlar bilan bevosita so'zlashishning muhim ekanligini alohida ta'kidlaymiz. Chinese state minders leading their delegation and hiding the oppression of Muslims that is taking place in the Xinjiang region. Amerikadagi siyosiy analizchi Dr. Underscore Arab davlatlari siyosiy partiyalar vakillar tekshirish umiki ko'rgan sahna va ko'rinishlarning hammasining Xitoy hukumati tomonidan alohida tanlanganligi va maqsadli o'rlashtirilganligini alohida tilga oldi. Bu mundaq dedi: No, I mean, in Xinjiang itself, you have the government is controlling what the delegation will see and what they don't see. They don't obviously bring them. Demakchimanki, Xinjiangda hukumat Xinjiangga kelgan vakillar o'migining nimalarni ko'rdiganligini va nimani ko'rmaydiganligini kontrol qiladi. Hukumat usulchi va naqshchi artistlar o'migini taklif qilib o'yin qo'yib beradi. Ular chalg'uchilib, yolg'ondan kulimsirab, naqsh aytib usul o'ynaydi. Aniqki, hukumat haqiqiy Uyg'ur musulmon diniy o'limalarni Uyg'urlarning ahvolini so'zlashga taklif qilmaydi. Amaliyot shunday emasmi? O'yin qo'ygan kishilar sahna va ko'rinishlarning hammasi alohida tanlangan va maqsadlik o'rinlashtirilgan. Ya'ni Xinjiangga kelgan vakillar haqiqiy Xinjiangni emas, hukumat ko'rsatgan Xinjiangni ko'radi. Religious leader to give a speech about human rights. They're going to show them a very select, very choreographed, practiced picture of what Xinjiang looks like. Falastin masalasi o'tirib chiqqandan buyon Xitoy izchil turda Falastinni qo'llab kelgan bo'lib, bu hol yaqinqi mezgillarda Xitoyning O'rta Sharq rayoni va boshqa arab davlatlariga singib kirishiga ergishib, kuchayishga qarab yuzlangan.
Xitoyning o'z ta'sirini O'rta Sharq va boshqa arab davlatlarida kengaytirish urinishi hozir eng yuqori pallaga chiqayotgan bo'lib, bu hol ularni Amerika bilan put tepishdagi yana bir vosita deb qolayotganligi ma'lum. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi doktor Henrik Shajeski Xitoyning arab davlatlari va rayondagi siyosiy partiyalardan tashkillangan bu makning Uyg'ur eli ziyoratiga jiddiy inkos qaytirib, Mashurining so'ziga raddiya berdi. U mundaq dedi: The fact that it's US and other Western countries have been spreading lies and disinformation, not true. Let's be clear, the United Nations, the predominant Ularning multilateral body Amerika va globally boshqa published g'arb a human davlatlari rights report yolg'on on uchur conditions tarqatyapti for Uyghurs, degani which to'g'ri said emas. that the Aniq conditions qilib there aytganda, could amount Birlashgan to Davlatlar crimes against Tashkiloti humanity. Uyg'urlarning Shore up ahvolini its etrafli legitimacy, tekshirish orqali despite bir its doklad crimes e'lon against qildi. humanity, Dokladda and in a Xitoy way hukumatining trying to Uyg'urlar divide the qarshi globe insoniyatga along qarshi these jinoyat ideological lines. shakllantirgan And bo'lishi by mumkinligi said o'ttirg'a that, qo'yildi. of course, this is Xitoy just, hukumati coming o'zining from a jinoyatini government oqlash, official, and o'tkazgan why should jinoyatga we qaramasdan believe a government that has o'zining been qilganlarini consistently haqqa proved to lie ko'rsatish about va conditions dunyoni in the ideologiya There is asosida plenty bo'lish of maqsadida documentation bu from vakillar umkini numerous Uyg'ur people eliga from taklif numerous qildi. countries Yana that kelir the bu situation in uchurlar the Uyghur faqat bir region, hukumat there are amaldoridan at kelgan. least, Biz at the nemishqa very least, some o'z questions davlatining about ahvoli China's haqida administration of the doim yolg'on region and so'zlaydiganligi high levels davomli of isbotlangan unhappiness and hukumatga grievances ishonamiz. with Bu the way to'g'riliq that it is ko'p being hujjatlar administered. bor. Why Bu should we hujjatlarni believe a government ko'plagan that has been davlatlardan consistently nurg'un proved to kishilar lie about ta'minlagan. conditions Eng in oz that degandimi, country? There is Uyg'ur plenty rayonida of documentation insonlar from Xitoy hukumatining numerous boshqurishidan people from rozi emas. numerous Xitoy countries hukumati that the qarshi situation in the ko'plagan Uyghur arz region, shikoyatlar there bor. are at the very least, some questions about China's administration of the region and high levels of unhappiness and grievances with the way that it is being administered. Xitoyning arab davlatlari va rayondagi siyosiy partiyalardan tashkillangan bu o'makni taklif qilib, Uyg'ur eliga ziyoratga borishga o'rlashtirishning maqsadi nihoyat aniq bo'lib, Xinjiang gazetining xabarida bu nuqta ro'shan gavdalangan. Mashhur o'mak a'zolari bilan suhbat o'tkazganda ularga mundaq degan: bu o'makliklarning ziyorat va ekskursiyalari davomida Xinjiangning ahvolini cho'qim texmatroqliq va cho'nqur tushunib, xalqaro jamiyatga tinch inoq, hayoti kuchga to'lgan go'zal Xinjiang hikoyasini so'zlab berishni qarshi olamiz. Xabarda ilgari surilishicha, bu qatim ziyorat kelgan arab davlatlari, siyosiy partiyalar vakillari to'shma-to'shdan so'z qilgan. Ular so'zlarida Xitoy Kompartiyasining Xinjiangda iqtisodiy taraqqiyotda mislsiz ilgirlashni qo'lga keltirganligini, har millat xalqi baxtiyor hayot ichida diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'layotganligini, Amerika va boshqa g'arb davlatlarining Xinjiang siyosatini bahona qilib, Xitoyga qarshi chaplashning asosi yo'qligini qaytganda o'zining cho'qim Xinjiangning amaliy ahvolini va Xitoyning Xinjiang siyosatini keng tashviq qilganligini bildirgan. Mazkur xabarga asoslanganda, bu qatim ziyorat kelgan arab davlatlari, siyosiy partiyalar va vakillar tekshirish o'makining boshlig'i Fattah ya'ni Falastin Milliy ozodlik harakati inqilobiy komiteti a'zosi Bassam Zakarni, Suriyaning sobiq ma'muriy taraqqiyot va davlat ishlari ministri, Suriya Kommunistik partiyasi siyosiy byurosining a'zosi Abdullah Halil, Livan Sotsial taraqqiyparvarlar partiyasining muavin raisi Habiba O'in, Misr Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining a'zosi Said Abdullah Zoir, Falastin xalq kurash fronti siyosiy byurosining bosh kotibi Muhammad Alush qatorliqlarmi so'z qilgan. Fattah inqilobiy komiteti bir siyosiy partiya bo'lishi bilan mo'tadil sotsializmni tashviq qilganligi bilinmoqda. Amerika Cato institutining tadqiqotchisi Mustafa Aqyol Xitoyning arab davlatlari va rayondagi siyosiy partiyalardan tashkillangan bu o'makni taklif qilib, Uyg'ur eliga ziyoratga borishga o'rlashtirishning maqsad va nishoni haqida so'z qilib mundaq dedi. Bekçinin bu konudaki taktiği şu: bir taraftan Uygurlara olağanüstü bir zulüm yürüterek, soykırım yürüterek Uygurları bastırmak, dini milli kimliklerini bastırmak. Xitoy Uyg'urlarga favqulodda ziyonkashlik qilyapti. Xitoy bir tarafdan irqiy qirg'inchilik va Uyg'urlarni bostirish siyosatini o'rinliq qilib ko'rsatib, ya'ni ko'z bo'yamchilik qilsa, yana bir tarafdan irqiy qirg'inchilikqa qarshi xalqaro ko'rilgan inkoslarni eng tuvan chekka tushirish uchun izchil ta'tir tashviqot qilyapti. Bu Xitoyning bir taktikasi. Xitoy bu taraflarda ko'p tirishayotdi.
Arab ellərdəki solcu guruhlar, şərq dövlətlərdən bolğan Rusiya, Xitayğa bək hesdaşlıq qılады. Bulardakı G'arb narazılığı künsiri küçüyüyotydy. Buni ma'lum darajada tushunishga bo'ladi. Ya'ni bu Falastin masalasidan kelib chiqqan. Ammo bu ularni haqiqatni ko'rmaydigan ko'r qilmasligi kerak. Ularning G'arb davlatlari bilan bo'lgan fikr ixtilofi va G'arbga bo'lgan norozilik inkaslari ularni Xitoyga oshiq qilmasligi kerak. Xitoy bu yo'chiqlardan foydalanyapti. Xitoy burundan tortib Turkiyadagi marksizmchi solchi guruhlar va guruhlarni o'z manfaati uchun ishlatib kelgan. Ular Türkiye'deki Mao Zedong taraftarlarıdır. Mesela Türkiye'deki Doğu Perinçek ve onun partiyesi uzun yıllardan bu yana Xitayning teşvikatını kılıptı. Ki Xitay Arab dünyasındaki bu solcu guruhlar bilan aloqalashib, ularni o'zlarining tashviqotchisi sifatida ishlatishni o'ylayapti. Arab dünyası aslında Xitayning ta'siriga uchirmasligi kerak edi. Bu sol hareketlere de özellikle Çin bunlara uzanarak bunları kendi propagandasına çekmek istiyor. Arap dünyasının bunun etkisinde kalmaması lazım. Amerikadagi tungan analizchi Maju Apanining bildirishicha, Xitoyning bu xil diplomatiya siyosatidan foydalanib Amerika va G'arb davlatlari bilan quyuq aloqasi bo'lgan arab davlatlarini Amerikadan ayirish va o'ziga tortishni maqsad qilganligini ilgari surdi. U mundoq dedi: 马新瑞的与阿拉伯世界的类似这样的联系或者是这样的讲话，实际上呢，他在沿用着中国共产党的新的外交路线。 马新瑞ning Arab dünyası bilan bo'lgan aloqasi va Arab dünyasidan kelgan vakillar bilan ko'rishganda so'zlagan nutqlari amaliyotda Xitoy Kommunistik partiyasining yangi diplomatik siyosati, ya'ni Xi Jinpingning yangi diplomatik siyosati. Bu Masin Royning bu yangi siyosatga ergishib, uni ijro qilayotganligini bildirdi. U bu xil diplomatik siyosatdan foydalanib, dunyodagi Amerika va G'arb ellari bilan aloqasi bo'lgan davlatlarni, bo'libmi Arab davlatlarini ayirish va uni o'ziga tortishni maqsad qilgan. Bu usul orqali o'rtaq tonish hosil qilish, Falastin va Aljeriya qatorliq ellarning G'arb mustamlikchiligi ostida yashagan azobliq tarixi bor. Bu yerda bu vakillar o'ylab baxmagan bir muhim narsa bor. U bo'lsa Xitoy amaliyotda Uyg'urlarning vatanini mustamlika qilib oldi. Xitoy buni yoshirib o'tdi. Bu ular uchun muhim emas. Ular uchun eng muhim bo'lgani Amerika va G'arbga hujum qilish uchun yo'l tepishdir. 殖民主义在维吾尔人的家园，但是他们不重要，重要的是呢，他能寻找到一个攻击美国的一种方式，攻击西方的一种方式。 Qadirlik radio anglag'uchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.